Ha, nimaga? Mana belim yerga yopishib ketdi. Bir odamlarga o'xshab men ham bir devorlarda, spalnilarda yotamanmi, yo'qmi? Ota bobong mana shunga uxlab katta bo'lgan ish nima qilmaydi-ye? Ota bobom deb jonga tegdingiz. Zamonga qarang, bunday bir odamlar krejlarda, kachilarda uxlayapti. Xotinjon, o'zing xohlagandek zamonaviy span orzularing inshaalloh yo'q. Mengami? Senga yot. Shu bizni zamonaviy spanningiz. Mana yo'lga chiqyapman, uzr, ozgina kech qoldim-da. Urmag'uri, bu pason bo'lib qayerga ketyapti? Telefonda gaplashganim uncha chiroyli deb o'yladim. Hayotga yomon chiroyli ekan-a bu. Voy, nima qilmaydi? Ha, ushlab oldimmi? Xilvat joyda nima qilyapsiz, a? Nomard, xiyonatkor. Qanaqa xiyonat xotin? Men uyimizga mebel zakaz qilgani keldim. Ayting Shohruh aka. Apajon, o'zingiz bo'lsang, o'zi hammasini tushuntirib beraman, apajon. Bizning aka fabrikamizda mebel kesish hamda o'rnatish xizmatlari mavjud. Kompaniyamiz faqat mijozlarga emas, mebelchilarga ham baziz dasturda chizib, kesib, kromkalar teshib, yetkazib ham beramiz ular. Ana! Yasha! Qachon boshlaysan, uka? Mijozlarga bir kunda kesib, ikkinchi kun o'rnatib beramiz. Ana! Bor ekan shunaqa oson yo'li. 15 yildan beri qotgan polizda yotaverib, bellarim grijaga tiqilib ketdi. Sizga tegib nima ko'rdim, alabuji. Boshla uka, tezroq qil. Men 4 kunlik chog'imda Ispaniyada yotib o'lsam mayli. Ketdik. Dadasi? Ha. Ana mashinani jichchagina uryapman-da. Qancha? Dadajonisi, bilinchi pishirdim sizga deb. Faqat jichchagina tuzi ko'p. Jichchagina. Jichcha emas-ku bu xotin. Ana tuzli paket qo'limdan tushib ketdi-da ichiga. Xotin, ovqat qilmadingmi? Ana jichchagina uxlab qolibman-da. Qancha? 10 soatgina. Dadasi, bozordan jichchagina narsa oldim. Qancha? Mana. Jichcha degani bu ko'pmi, kammi? Kelishib olaylik hozir. Dadasi, jichchagina gapim bor. Men bitta validol ichib olay. Ku validol kelib ichasiz. Yuring. Mana bankin dekri. Jichchagina narsa o'rgatarkan, jichcha kunda, jichchagina pulga. Mana dadasi, qarang. Jichchagina kunda shuncha taomlarni o'rgatarkan, 2 kunda hammasini o'rganib as bo'laman. Va sizga har kuni jichchadan pishirib beraman. Xotin. Jichcha yesam maylimi? Jichchami? Ha. Jichcha yamanman, voy xafa bo'lma jonim, shon hayronman. Endi dadasi, men kelinni bir tarbiyalay. Xuddi sizni tarbiyalaganday. Endi meni tarbiyamni olib yomon bo'ldingizmi? Yo'q. Mana qarang, mahallada qanday obro'yingiz bor. Kimsan? Usta Chumo. Har kim ham bunaqa unvon bermaydi. Ha? O'zi bo'lgan yo'q. Menga nima deyish kerak? Rahmat sizga, minnatdorman. Agar minnatdor bo'lmang, teringizga somon tiqaman, tushundingizmi? Yuring! Hop deyapman-ku, hop. Mana orqasidan urasiz hozir olib borib, bunday raqa to'xtang. Mo'ylovingga bitish ko'r. Yaxshi menga tegibsiz. Uylanibsiz. Bo'lmasa yildan qolgan tuyaga o'xshab yuraysiz. Men sizni odam qo'yib chiqadim. Peshahod chiqyapti, odam urasiz. Sekin yuring. Ko'raman. O'chiring endi chappavorligingizni o'chiring. Hoppa, peshahodga to'xtayotganingizda orqangizdagilar ogohlantirish uchun avarinkani yo'qmaysizmi? Qanaqadir olamay tursang, hozir haydolmayman mashinani. O'zi hech narsani o'ngli haydolmagansiz. O'zimga bitta mashina olmasam bo'lmaydi, bu kampir meni umrimni yeydi. Sochim tugul, mo'ylovim ham tugul ketadi bu ketishga. Qizim, men o'zimga mashina olmoqchiman. Meni basharamga qaysi mashina to'g'ri keladi? Tog'ajim, siz bu basharangizga damasam to'g'ri kelmaydi.
Hazırlashdim tog'ajon. Agar siz Onyx avtomashinasini olmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich to'lov 49,974,000 bilan, oylik to'lov 4,997,000 bilan 30 oyga bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Agar siz Damas olmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich to'lov eng kami 24,233,000 dan, oylik to'lovingiz 6,58,000 dan 1 yilga bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Juda jahldor ekansiz a? O'yiga ham shunaqami? So'z. Tog'ajon, Damasni kimning nomiga rasmiylashtiray? Kimni nomiga bo'laydi? Xotinimning nomiga rasmiylashtiring. Erkak bo'lmay o'l. Nimaga urding o'zing, ayasi? Betlang qursin sizlar. Odam sharmanda qildilar. Xuddi birinchi marta uylanayotganda nima jirt qilasan? Menga o'xshamadi bu. Bor kelinni oldiga kir. Yo'qol. Nima pulni sochasiz? To'yxona deb hamma pulni sochdi, sotdi o'zingiz ishlab topganda, ja indamasa raqqosani ko'tarib o'ynadingiz? Ha? Ichgan ekan raqqosa. Siz nimaga ishdingiz? Bir o'zi ichishga qo'rqar ekan. Oq ko'ngilga men yordam berdim. Ko'nglingizga qo'tir jamasho. Boring to'yxonani tozalab keling. O'rtoq, shundoq kirasan, birinchi asalatasan, keyin tuxumni qaynatilgan bu. O'shandan 4 ta ye, beling baqvat bo'ladi. Ha, bete qursin, mol. U ish bugun emas, tushundingmi? Turing qol berdim. Ko'p yashang kelin. Ha, endi kelinjon, bu uyda qonun qoidasini sizga tushuntiradigan bo'lsak, dadajoningiz mana bunaqangi shirinliklar yeyolmaydi. Endi bankim bekirikni shirinliklaridan, salatlaridan va kalbasalaridan yeydilar. Bankim bekirikni nonidan yeydi. Endi u yerda nonni xamirtirishga bo'ladi-da, durujali non yesalar, ijogasi qaynab ketadi. Bizning xonadonimizda erkak bosh. Hech qachon erkak zotini ko'ziga tik qaramang. Biror marta gap qaytarganmanmi? Gapiring bunday bir Yo'q. Qaytarib gap bilan so'ganu, lekin gap qaytarmagan. Xo'sh, kelin bola choyni bir yangilang. Sanqaga. Oshxonani ko'rsatay. O'zi iskab topib olar. O'tir. Xo'p. Illallamay o'l. Qara o'rtoq, shomdan keyin ko'chaga chiqmasan, chillalaysan, xonaga romantik muzikacha qo'yasan, xonani nim yoritib qo'ysang, hammasi. Ha, bete qursin, sharmanda. Toza rasvo bola ekansan-ku. 20 yil oldin qayda eding? Ana ho'kizga o'rgatarding. Meni kunim faqat qoraxonada o'tib ketdi. Nim yorug'ligini qaydan bilaman? O'rgatana ho'kizga. Men bilaman-ku. Kam sochingizni yoqdan beqob qaravermang, ha deb. Senga bu ham kam. Nima qarang dadasi? Erkak kishiga 3 marta omad beriladi degan. Sizga biror marta berilmadi. Erkak emasmisiz yo? Dadasi! Yo'q, onasi. Dasturxon boshida ursak, internetda ko'rdim, uydan baraka qo'sh ekan. Kambag'al bo'lib qoldi ekanimiz. Ha, umuman fayz baraka bo'lmay ekan. Ha, sanam xudoylashib ketdi ekan. Quliklashib ketarkanmanmi? Ha, mayli. Oy dadajonsi, oy. Choy O'zi oy dadajon, o'zim choy beraman. Aynan, onajonasi. Ehtiyot qiling, Men ehtiyot. eng aqlli xotinim bor. Nima? Uyga yuring-da. Naraqa yuring? Yo'qaching. Nega meni piyolamni sindirasiz, a? Jonimga tegdingiz-ku siz. Ha, o piyola bilasizmi, meni dugonalarimdan esdalik edi. Chil bo'lib sinib ketdi-ku. Bu piyolachalik ham qadringiz yo'q o'zi bu uyda. Nega piyolani sindirasiz? Ketdigina choy ichamiz. Mana. Ehtiyot. Avaylab keling, xo'pmi? Hadi. Yuring-da uyga. Yuring-da. Yanam. O'jon. Ama atalab qilmadim-ku. Nega menga qarab aks surasiz? Sizda bir qanaqadir virus bo'lishi mumkin. U menga yuqib qolsa, men o'lib qolishim mumkin-ku kasal bo'lib.
odam degan yoqqa qaraydi, bu yoqqa qaraydi, bo'lmasa og'zini qo'li bilan yopib, "Alo" demaydimi? Nega meni yuzimga aks surasiz? Yuring ketib choy ichamiz. Bo'pti, u yoqqa boraylik qal. Xotin, Ha. mana qara. Gapiravering, ey. Bitta mana qara. O, gapiring, ey. Qara ko'p qarasang gap. Voy, pasam bu qayerga boryapsiz? Bular ishxonamizda xo'jayin mana kafeda bayram qilib yotibdi-da, shuni choy kiyib keldi. Yarashibdimi kiyimim? Battam yarashmagan. Xuddi eski eshakka yangi to'qim bo'lganday bo'lib o'tiribsiz hozir. Xafa bo'lmang, dadasi mana rangi tushmagan umuman. Hozir moda-ku, internetda ko'rdim-ku. Internetga ishonmang, meni ko'zlarimga ishoning, dadasi. Boring nariyoqqa. Jo'gini yeriga o'xshab o'tiribsiz. Yarashmaganmi? Yarashmagan, umuman yarashmagan. Bo'lmaydi bu. Bo'lmaydi. Mana bu cho'qotir. O'zim didizdi borga xudo urib o'rganda dadasi. Endi manani qarang endi. Rangiga tushmagan, ey. Kastingizda yechingda. Mana. Nima bola, mana qorinni kirgizing, ey. Voy, xuddi homilador xotinlarga o'xshaysiz. Voy, anani ko'tarib yormang. Voy, iyagingizga kirib ketadi hozir. Bitta aylaningda. O'zi meni xudo urgan ekan dedimda borku. Almashtiring, ey. Bolam nima bo'ladi menda? O'zi sizga borku, umuman kiyim yarashmaydi. Siz ana hindularga o'xshab barg'osi yuring. Yarashmagan. Endi qanday? Mana bo'larkan-ku. Shu yarashdimi? Ha, xuddi jentelmenlarga o'xshab qoldingiz dadasi. Yo'q, sizlarmi? Ha, ana endi ketavering. Ayol foydasi yo'q. Mana Bo'ldi, bayram tugab bo'ldi. tugami? 8 soat zamon kiyintirding-ku. Yaxshi bo'pti dadasi. O'ting, o'zimiz bayram qilamiz. Bitta osh damlang. Men siz qanday ishlar qilasiz? O'zim yozib bilmasam, olmoqchi edim. Shuni ham ko'p ko'rdim. Ketaman. Vo. Ketaman ular. Bo'ldi. O'zing o'shini qil. Ana go'zal ayollar, sizlarga bitta layfhack. Ishxonadagi go'zal ayollar bilan kafega jo'natasizlarmi? Jo'natma. Nimaga keldingiz? Onajonisi. Onajonisi demak, o'ldi onajonisi. Qadamingizni bosmang deganman. Turqingizni ko'rmay deganman. Keting. 20 yildan beri daysani bitta gulam, bir ro'molon olib bermanman onasi. Aybimni yuvish uchun men seni bugun xursand qilmoqchiman. Qara. Dadasi, mengami? Senga bo'lsin. Xotinimga deydi. Bor ekan-ku, kun bor ekan-ku, men bechora shu ahvolda o'lib ketsam kerak dedim. Voy dadasi, kechirdim. Nega qalbim og'riq, nega ko'nglim xira? Erim mashina berdi menga, O'zi menda hamma ayb. Siz juda ko'ngli toza, pok inson ekansiz. Men o qalbi kirlashib ketgan ekanman. Noshukur bo'lgan ekanman. Boriga ham, yo'g'iga ham chidalmagan ekanman dadasi. Er degani zo'r narsa ekan, bilmagan ekanman. Meni erim butun dunyodagi erlar ichida yagonadir. Menga 9lik sovg'a qildi. Shunday xursandman. Hammaga ham shunaqa er nasib qilsin. Bo'pti, erimga qarashim kerak. Aka, ne telefoningizni olmayapsiz? Bering kalitni olmasin. Mana.
Bering kalitni. Meni mashinamni kimga berib yubordingiz? Yo'q, avtoprokatdan 2 kunga arendaga oldim-da. Shunga seni olib keldim. Endi ko'p 2 kun xursand bo'lding-ku. 2 kun xursandchiliging 20 yilga yetadi, xotin sani. Ha, nasib bo'lsa tirik bo'lsang yana 20 yildan keyin yana 2 kunga olib beraman. Hali siz menga prokatdan mashina olib berib ko'nglimga yoqmoqchimidingiz? Bu kunni ko'r to'g'irlaydigan rost ekan. Qorangizni ko'rsatmang. Mana qarang, sizlarda bir 2 kun yotishga joy yo'qmi? Yo'q aka, biz mashina parakatga beramiz, joy emas. Ko'chada qoldik-ku. Dadasi? Ha, Ana mashinani jichchagina uryapman-da. qancha? Dadajonisi, bilinchik pishirdim sizga deb. Faqat jichchagina tuzi-ku. Jichchagina. Jichcha emas-ku bu xotin. Ana tuzli paket qo'limdan tushib ketdi-da ichiga. Xotin, ovqat qilmadingmi? Ana jichchagina uxlab qolibman-da. Qancha? 10 soatgina. Dadasi, bozordan jichchagina narsa oldim. Qancha? Mana. Jichcha degani bu ko'pmi, kammi? Kelishib olaylik hozir. Dadasi, jichchagina gapim bor. Men validolichi olay. Ku validol kiyinib ichasiz. Yuring. Men bankin bekri. Jichchagina narsa o'rgatar ekan, jichcha kunda, jichchagina pulga. Mana dadasi, qarang. Jichchagina kunda shuncha taomlarni o'rgatar ekan. 2 kunda hammasini o'rganib as bo'laman. Va sizga har kuni jichchadan pishirib beraman. Xotin. Jichcha yesam maylimi? Jichchami? Ha. Yalan